La Ligada peshqadam o'zgardi do'stlar. Xabaringiz bor, Barselona 30-noyabr kuni bahs olib bordi Camp Nou'da Deportivo Alaves bilan va ushbu o'yinda 3-1 hisobdagi g'alaba evaziga La Ligada peshqadamlikni o'z qo'liga olmoqda. Aynan ushbu o'yinda Barsa futbolchilari ichida juda ham ko'plab o'yinchilar fenomenal o'yin ko'rsatdi, ammo Dani Olmo hamda Lamine Yamal ajralib turdi va o'yinda ham eng yuqori ball olgan o'yinchilar ichida birinchi hamda ikkinchi o'rinlarni band qildi. Ko'rdik va ushbu o'yindan keyin Barsa birinchi o'rinni egallab olmoqda. Flick sekin-sekin jamoani tiklamoqda. Ammo bu tarafda muammo bor, ya'niki Real Madrid Girona bilan bahs olib bordi Kataloniyada va ushbu o'yinda 1-1 hisobdagi durangga imzo chekdi. O'zi jamoa oxirgi 3 o'yindan beri duranglar girdobida va hech bu yo'ldan chiqa olmayapti. Ko'rdik 0-0 2-2 hamda 1-1 hisobdagi duranglar bilan oxirgi 3 ta o'yinda 6 ochkoni boy berdi jamoalarga. Va shunday qilib Xabi Alonso out deyishyapti, ya'ni Xabi out deyishyapti Instagram ijtimoiy tarmog'ida. Ko'ramiz oxiri qanday bo'ladi. Kylian Mbappe kecha hisobni tenglashtirdi va ushbu tenglashtirish evaziga Real Madrid mag'lubiyatdan qutulib qoldi va Kylian Mbappe La Liga to'purarlar jadvalida birinchi o'rinda, ammo La Liga peshqadamligida Real Madrid ikkinchi o'ringa tushib qolmoqda. Uchinchi o'rinda esa Villarreal esa Realdan atigi 1 ochko kam jamg'argan jamoa, ammo gol urish bo'yicha Real bilan bir xil natijani qayd etmoqda. Barsa esa birinchi o'rinda. Kuzatamiz oxiri qanday natija bilan yakunlanadi La Liga turnir jadvali. Futbol dunyosi hamda dunyo futbolidagi eng so'nggi xabarlar biz bilan. Salomat bo'ling.